bularga ishonamiz. Bular mashalloh inshallosiga ishonmaylar bular. Al-kalimatu haqqun walakin yuradu bihal batil. Bular to'g'ri gapni gapiradi, bizni soddaligimizdan foydalanib botilni iroda qiladi. O'shaning uchun bu George Iosif Moshtoraganskiyga ishonmanglar. Tafakkur asl ismi shunaqa bilib qo'yinglar. O'zi bashara yo'q, erkaklik, rujulat yo'q, hamiyat yo'q. Yuzma-yuz kelasanmi desangiz, yo'q deb qo'yadi. Bizni Ibn Sirin aytadilar, yuzi yo'q odamdan din olinmaydi. Nomini aytishga qo'rqadi, biz aytib qo'ydik, qo'rqasadi deb qo'yadi. Biz qo'rqar ekanmiz. Biroz keskinroq gapirdim, rozi bo'lasizlar. Shar'iy zarurat buni taqozo qiladi do'stlar. Bularga keskin gapirish kerak. Kim aytgan edi? Bir salaflardan Imom Malikning shogirdi bo'lsa kerak. Yo Imom Ahmadning shogirdi bo'lsa kerak. Men degan bir ahli bid'at bilan o'tirib choy ichdim. Buni eshitib qolganda Imom Malik meni chaqirib, nimaga u bilan choy ichding o'tirib dedi. Keyin turli bahonani aytdim. 2 oy men bilan gaplashmadi degan. Prosta ahli bid'at bilan o'tirib gaplashib choy ichib qo'yganimga degan. Bular iflos odamlar. Ayub Sixtiyoniyning oldiga kirgan bittasi. Savolim bor deganda shundoq qulog'ini bekitgan. Bor tur chiqib ket degan. Yo'q men chiqib ketaman degan. Bu ahli bid'at birodarlar faqat va faqat dini samimiy bo'lgan, qalbi toza bo'lgan odamlarning qalbiga shubha soladi bo'ldi. Bularning qiladigan ishi yo'q, islomga xizmati yo'q, musulmon ko'paytirish g'ami yo'q. Bular musulmonlarning ichidan kofir ko'paytirish dardidagi odamlar. Bularni tuzog'iga tushmaylik.